O'zbek qora ishchi degani emas va biz millat sifatida bu mesajni butun dunyoga yetkazishimiz kerak. Har yili Rossiyaga minglab hamyurtlarimiz kelishadi. Havasga emas, ishlash, tirikchilik uchun. Lekin Rossiyaga ketyapsizmi? Shu narsaga qaror qildingizmi? Unda loqal YouTube'dan tekinga bo'lsa ham darsliklarni, rus tili bo'yicha darsliklarni o'rganib keting. Lekin agar siz rus tilini professional darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, Ilm markazi bunga yordam beradi. Bu markaz 4 yildan beri minglab insonlarga professional o'qituvchilar yordamida rus tilini o'rganishga yordam berib kelishyapti. Darslar to'liq onlayn formatda bo'ladi. Ya'ni sizda hech qanaqa bahona yo'q, dunyoni istalgan nuqtasidan turib darslarda qatnashishingiz mumkin. Undan tashqari sizga maxsus platforma orqali audio va video darsliklar taqdim qilishadi va ishlaringiz ko'payib, darslarni tashlab qo'ymasligingiz uchun maxsus nazoratchi ham birlashtiriladi. Agar siz ham cheksiz nazariyalardan charchagan bo'lsangiz va rus tilini 3 oy ichida boshlang'ich darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki havola orqali ro'yxatdan o'ting.